Xullas do'stlar, yana men ko'p insonlarga obuna bo'lishni boshladim do'stlar. Men hech narsani qiziqa olmayman, chunki bu dunyo qaytar dunyo. Sizlar meni ko'kka ko'taryapsizlar, men ham sizlarga iloji boricha yordam beraman do'stlar. Kuniga endi 50 ta, 100 ta odamga obuna bo'lib tashlayman. Aytganimdek, Makka va Madinaga yetib borgunimcha 1000 tadan oshiq odamga obuna bo'lgan bo'lsam, borgunimcha 2000 ta odamga bosib tashlayman. Mana 100% do'stlar, hech narsa qiziqa olmayman. Chunki sizlar meni ko'kka ko'taryapsizlar. Hammasi sizlar sababli. Men tan olaman. Men bitta o'zim bu narsaga erisha olmayman. Men harakat qilyapman, yo bironta inson meni qo'limdan ushlab bu yerga olib kelgani yo'q. Sizlar sabab, sizlarga emotsiya bo'lyapti, men xohishim bo'lyapti Allohning uyiga borish. Alloh meni qalbimga soldi sizlar tufayli. Shu sababli men sizlardan hech narsa qiziqa olmayman. Mana bosib tashlayman. Nima kam qiladi do'stlar? Aytinglar, bu o'tkinchi dunyoda.